Assalomu alaykum. Yaxshilar. Davom etamiz. Endi bugun Preprost kitobidan 6-savolni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Demak, 6-savol. Qarab turinglar, bu juda mashhur savol, ya'ni juda ko'p marta kelgan, shuning uchun yaxshi tushunib olinglar. Yaxshilab tushunib olinglar. Pozitiv number. Pozitiv degan musbat. Musbat son a. Demek musbat son a musbat son uchun 480% of number b sonining demek a teng nima ekan? B sonining 480% ekan. Ana. Ya'ni va a soni 70% of number c. Demek number degani nima ekan? Son. C sonining 70%. Demek a tenglik nima ekan? C ning 70%. Ana. Insert. If degani agar. Agar C is a p% of b. Demek C tenglik p% of nimani? B ning. Insert. Which of the following? Yana shu so'z nima degani? Quyidagilardan qaysi biri? Quyidagilardan qaysi biri? Dan qaysi biri? Quyidagilardan qaysi biri closest? Closest degan yaqin. Yaqin value. Qiymat. Nimaning qiymati? P ning. Demak, quyidagilardan qaysi biri P ning qiymati deyapti. Xo'p, demak nima qilaman? Qarasam A teng bunga va mendan bu P ni so'rayapti. Men ikkovini bir-biriga tenglab olaman. Demak, B ko'paytirgan 480 taqsim 100 teng C ko'paygan 70 taqsim 100. Ana. 100 bilan 100 qisarib ketadi. Bu bilan bu qisarib ketadi. Qoldiki 48 ta B teng 7 ta C ga. Demak, 7 ta C ga. Endi bu yerda C ni topishim kerak. C ni topsam 48 B taqsim 7. Ana. Nimada chiqdi? Qismda chiqdi. Ya'ni 48b taqsim 7 bu qism. Endi men buni ko'paytiraman 100 ga, nimaga o'tadi? Foizga o'tadi. Demak, mendan foizni so'rayapti. Demak, 4800 taqsim 7, ya'ni 4807 ga bo'lsam javob chiqadi. Xo'sh, bu javob 685 chiqadi. Bo'lib ko'raverasizlar. Demak, javob D javob. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bitta narsa, qarang mana. Bu aniq 685 chiqmaydi. Nimaga? Closest, ya'ni yaqin degan. Shuning uchun 685 ga yaqin son chiqadi. Sog' bo'linglar.